Assalomu jigarlar, avtosavdo kanali kuzatuvchilari. Navbatdagi mashinamiz kirib keldi. Yangi holatda pul arzon mashina izlab yurganlar insonlarimizga mana bu mashina tavsiya qilamiz. Yili 2023, yurgani 6000. Kraskalar top-toza, chaqa-chuqa chizilgan joylari yo'q. Mana probega. Xullas mashina yangi holatda, mana bular qo'yilgan, laminatlar qilingan, spoilerlar qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon taqilgan. Xullas do'stlar, mashina yangi holatda. Mana bari qismini ko'rsatamiz. Mashinamiz benzinda. Bari qismi yangi, zapaska umuman tushmagan hali. Xullas saqlangan mashina do'stlar. Ko'rganingiz juda ham ideal holatda do'stlar. Bu narxga keladigan bo'lsa, narxi do'stlar 15600 dollar so'rayapmiz. Pastanimlarga chiqarsa narxlarni juda ham zo'r holatda qilib beramiz. Bizda barter xizmati, bank, kredit, halol narsa joygacha savdolarimiz bor. Bemalol telefon qilaverasiz. Sog' bo'linglar, salom.